Malibu 1 hurmatli kuzatuvchilarimiz, podpischilarimiz arasında Malibu 1 avtomobilinin fanatlari bo'lsa, salonimizda sizlar uchun zo'r sostanali, ideal holatli Malibu 1 geldi sotib berara egalardan. Bu videomuzda sizlarga shu avtomobilimizni qo'ldan kelgancha zo'r etib obzor qilib berishga harakat qilamiz do'stlar. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Narxi ma'qul bo'lsa, bemalol bizlar bilan bog'lanib aloqaga chiqib kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bog'lanish uchun nomerni pastda qo'yaman do'stlar. Bo'lmasam boshladik. Avtomobilimiz ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam do'stlar, 2012-yil ishlab chiqarilgan. Mashina yurgan probegi 60.800 km ekan. Kraskasi absolut rodnoy javob deb turibdilar yurgan probegi kraskasini. Tekshirtirib xarid qilaverasizlar bemalol do'stlar. Kraskasini aytib o'tdim. Mana do'stlar, yumshoq balollari top toza holatda turibdi. Pokoleniya metan gazlari ustanovka qilingan mashinada. Ideal holatda, hamma navorotlari bor, chexol polik hamma navorotlari qilingan. Ideal sostanada mashinamiz, bezlik variant, ikkinchi pozitsiya. Tayyor holatdagi avtomobilimizning bahosini do'stlar 153 million so'm aytadilar, ustunda kelishib beriladi. Ustunda kelishtirib savdo qilib olaverasiz. Egalarni ham chaqirib boramiz. Zo'r etib kelishtirib bizlar ham sizlar taraf bo'lib savdo qilishlaringizga ko'maklashamiz. Tayyor holatda Malibu 1 ko'rib o'tamiz bir qator. Salon holatlaridan boshlaydigan bo'lsak do'stlar, kuzatishlaringiz mumkin. 3 poliklar döşelgan qo'shinli salon bo'lib turibdi saloni. Ideal holatda. Bemalol inodos. Pokoleniya metan gazlari bor. Tayyor holatdagi mashinamiz, qimmat chexol poliklar, hamma narsalari tayyor. Ikkinchi pozitsiya aytib o'tganimdek. Mashina tayyor holatda. Kuzovini ko'rib o'tadigan bo'lsak do'stlar, hech qanday defektli joylari yo'q. Ideal holatda mashinamiz. Zo'r sostanada qarab, sifatli edilgan mashina. Bemalol ustalarga ko'rsatib, tekshirtirib xarid qilsangiz bo'ladi do'stlar. Tayyor holatda, yumshoq bo'lgan holati ham ideal, top toza bo'lib turibdi. Mashina ideal holatda do'stlar. Bemalol ustalarga ko'rsatib, tekshirtirib xarid qilsangiz bo'ladi. Mashining motor qismini ko'rib o'tamiz. Kuzatishlaringiz mumkin. Bino do'stlar. Ideal holatda mashina. Ildizlari zavod turibdi. Zavodskoy kantachkalarında turibdi mashinamiz. Ideal holatda. Antipres pochotini durishundan ham aytadi o'zi mashinaning holatini, hech sostenida lekin ideal holatda mashina. Pokoleniya metan gazlari ustanovka qilingan mashinada, tayyor holatda. Ikkinchi pozitsiyada Malibu 1'imiz. Sizlarga bagaj qismini ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, kuzatishlaringiz mumkin do'stlar. Ideal holatda mashina. Bemalol ustalarga ko'rsatib tekshirtirib xarid qilaverasiz do'stlar. Zapaskelar ham joyidan qo'zg'almay turibdi. Mana do'stlar. Teyinda Dankrat balon ko'ch, hamma narsasi joyida. O'rnida turibdi, icheri qo'zg'alma. Tayyor holatdagi mashinamiz. Bahosini 153 million so'm aytadilar do'stlar, ustunda kelishib beriladi. Ustunda egalarni ham chaqirib boramiz, kelishtirib savdo qilib olaverasiz do'stlar. Tayyor holatdagi Malibu 1 qarab yurgan do'stlaringizga yuborib qo'yishni yoddan chiqarmaysizlar. Like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimizga katta rahmat. Qo'llab-quvvatlashda davom qilasizlar. Sizlar uchun zo'r baholarda zo'r mashinalarni qo'yib berishdan Bag'ot aka-uka avtosavdo jamoasi charchamaydi do'stlar. Rahmat.